Hammaga salom. Bugun men sizlarga butun dunyoda keng qo'llanilayotgan zilzilaga qarshi 3 xil loyiha uslubi haqida qisqacha aytib bermoqchiman. Koreyadagi biz yashaydigan uylarni qanchalik mustahkamligi haqida video oxirida aytib o'taman. Birinchi usul Nejin Solgie. Zilzilaga chidamli loyiha. Bu usul O'zbekistonda eng ko'p ishlatiladi. Bino temir beton yoki po'lat karkasda quriladi va zilzilada tebransa ham yiqilmaydi. Ikkinchi usul Chejin Solgie. Tebranishni kamaytiruvchi loyiha. Bu usulda binoga damper maxsus qurilmalari o'rnatiladi. Ular zilzila energiyasini yutadi va tebranishni kamaytiradi. Odatda bu uslub baland binolar va shifoxonalarda ishlatiladi. Uchinchi usul Myeonjin Solgie. Zilzilani ajratuvchi tizim. Bu eng xavfsiz, lekin eng qimmat usul hisoblanadi. 20% gacha qurilish qiymati oshadi. Bino poydevori ostida maxsus rezina yoki qo'rg'oshinli tayanchlar bo'ladi. Ular binoni yer tebranishidan butunlay ajratib turadi. Shuning uchun bino deyarli silkinmaydi. Xullas, Koreyada binolar odatda 6-7 magnitudagacha bo'lgan zilzilaga bardosh bera oladi.